Assalomu alaykum hammaga. Siz My Anime News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Tanjiro Yorichi avlodidami yo'qmi, shu haqida to'liq gaplashamiz. Qani unda qiziqarli videomizni boshladik. Tanjiro Kamado va Yorichi Tsukining o'rtasida odamlar ko'p o'ylaganidek to'g'ridan to'g'ri qon aloqasi yo'q, lekin juda kuchli ruhiy avloddek bo'lganish mavjud. Tanjiro Yorichi avlodidan emas. Rasmiy manga bo'yicha Tanjiro Yorichining biologik avlodi emas, Yorichi Tsukini Kamado urug'i bilan qon orqali bog'lamagan. Ammo Tanjiroda Yorichining ma'lum narsalari bor. Qanaqa qilib? Kamado oilasi Yorichining do'stlari va meros oluvchilaridir. Yorichi yoshligida Kamado oilasining ajodiga Sumiyoshiga yordam bergan. Yorichi Sumiyoshi degan odam bilan do'st bo'lgan. U ham xuddi Tanjiroga o'xshab muloyim, yaxshi inson bo'lgan. Yorichi unga Hinokami Kagura, quyosh nafas olish texnikasining raqsini ko'rsatgan. Sumiyoshi buni unutilmas meros sifatida saqlagan. Shundan so'ng Kamado avlodi har yili Hinokami Kagura raqsini avloddan avlodga o'tkazib kelgan. Bu sun breathing, quyosh nafasining asl shaklidir. Tanjiroda Yorichining ko'nikmalari bor, lekin bu qon sababli emas. Tanjiroda quyidagi jihatlari bor. Hinokami Kagura texnikalarini biladi. Bu texnikalar Yorichi bergan merosning davomidir. Hinokami Kagura barcha quyosh nafasining bir vaqtda ketma-ket ishlatilishdir. Kanalda 13-forma Hinokami Kagura haqida video bor. Bemalol kanalga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Qizil peshonali belgi, ya'ni marka Tanjiro va Yorichi peshona markasi o'xshash, ammo Tanjironikida bu sun'iy evolyutsiya, Yorichiniki esa tug'ma belgidir. Yaxshi hid sezish qobiliyati bu Kamado urug'ining o'zidan, Yorichiga bog'liq emas, lekin ularni ruhiy jihatdan o'xshatadi. Va Tanjiro oilasi Yorichining qurolini meros qilib olgan. Yorichi Kamado urug'iga yorqin qizil qilich va Hinokami raqsini meros qilgan. Shu tufayli Tanjiro Yorichining ruhiy vorisi hisoblanadi. Biologik emas, ruhiy. Nima uchun Tanjiro Yorichiga juda o'xshaydi? Chunki Yorichi Hinokami Kagurani Yorichi Kamado urug'iga bergan. Kamado ajdodlari uni avloddan avlodga berishgan. Tanjiro o'z qobiliyatlari bilan uni yana qayta tiklagan. Tanjiro fe'l-atvori Yorichiga juda o'xshash, ya'ni Tanjiro ruhiy mahorat va taqdir bo'yicha Yorichining vorisi, lekin qon bo'yicha avlodi emas. Xullas sodda qilib aytganda Tanjiro Yorichining avlodi emas, Tanjiro Yorichining merosxo'ri. Uning texnikasini olgan, Yorichi Kamado oilasiga texnikalarni topshirgan. Tanjiro quyosh nafasining qayta tiklovchisi. Shu bo'ldi, boshqa gapiradigan gap yo'q. Va agar qiziq bo'lsa, Yorichi va Tanjiro o'rtasidagi top-10 o'xshashlik haqida video qilaman. Bilasizlar, hozir dizaynersiz ish bitmaydi. Shunga sizlarga o'zimni dizaynerni tavsiya qilmoqchiman. Muhammadullohni. Agar dizaynerga ish tushsa va yaxshi dizayner kerak bo'lsa, bemalol Muhammadullohga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ichkalarini opsiyaniyada qoldiraman. Bugungi videoda sizlar bilan Tanjiro Kamado Yorichining avlodimi yo'qmi shu haqida gaplashdik va Tanjiro Yorichining biologik emas, ruhiy avlodidir. Video haqida va animelar haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni bersanglar bo'ladi. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman. Shu uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, shunga o'xshagan videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yish ham esdan chiqmasin. Agar bosib qo'ygan bo'lsanglar, hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan qiziqarli videolarda ko'rishguncha. Break it down. Dark Wave.